Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi 9-iyul kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qilib, barcha fuqarolarni ogohlikka chaqirdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 9-iyul kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasida havo harorati kechasi 22-27 daraja, kunduz kunlari 37-42 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo harorati kechasi 22-27 daraja, kunduz kunlari 37-42 daraja issiq bo'ladi. Havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo harorati kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo harorati kechasi 22-27 daraja, kunduz kunlari 38-43 daraja issiq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo harorati kechasi 22-27 daraja, kunduz kunlari 35-40 daraja issiq bo'ladi. Havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kunduzi 27-32 darajagacha iliq bo'ladi.